Marhaban bikum. Tezlashtirilgan arab tili darslarimizning navbatdagi soni. Bugun sizlar bilan vaqf, to'xtash qoidasini o'rganamiz. Vaqf deganda waqafa yaqifu, to'xtash degan ma'noni bildiradi. Demak, biz gaplarning oxirida yoki o'rtasida to'xtamoqchi bo'lsak, qanday o'qiymiz? Buni ko'rib chiqamiz. Demak, mana bu bir jumla. Jaa Muhammadun va Salimun. Muhammad va Salim keldi. Bu joyda jumlamiz oxiri Salim bilan tugayapti. Demak, bu oxirdagi Salimni qanday o'qiymiz? Jaa Muhammadun va Salimun deb o'qiymizmi? Buni ko'rib chiqamiz. Demak, biz gaplarning oxirida to'xtamoqchi bo'ladigan bo'lsak, oxirdagi so'zning oxirgi harakatini sukunga aylantiramiz. Mana bu Salimundagi tanvin dommani sukunga aylantiramiz. Jaa Muhammadun va Salim deymiz. Keyingisi ra'aytu Maryama bo'lsa, biz bu joyda Maryam kalimasidagi oxirgi mim harfini ustidagi fathani sukunga aylantiramiz. Bu joyda o'qishimiz ra'aytu Maryam bo'ladi. Agar biz qo'shib o'qiydigan bo'lsak, jaa Muhammadun va Salimun ra'aytu Maryam deb qo'shib o'qiymiz mana. Xo'p. Keyingi gapimiz sami'tu an sadiqin jahilin. Bu joyda agar to'xtamoqchi bo'lsak, oxirdagi tanvin kasrini ham olib sukunga almashtiramiz. Sami'tu an sadiqin jahil deb o'qiymiz. Keyingisi futihal babu. Futihal bab deb o'qiymiz, ya'ni. Futihal babu deb yozilgan bo'lsa, biz buni vaqf qoidasiga binoan futihal bab deb o'qiymiz. Keyingisi al'abu kuratal qadami. Bu joyda mim harfini harakatini sukunga aylantirib al'abu kuratal qadam deb o'qiymiz. Xo'p, agar so'zlarimizning oxiri, ya'ni to'xtamoqchi bo'lgan gapimizdagi oxirgi so'zning oxirgi harakati tanvin fatha bilan tugagan bo'lsa, biz bu joyda tanvin fathani yechib tashlaymiz. Ya'ni biz mana bu tanvin fathani bittasini o'chirib qo'yamiz. Va a'taytuhu kitaba deb o'qiymiz. A'taytuhu kitaban emas, a'taytuhu kitaba deb o'qiymiz. Agar biz buni qo'shib o'qisak, qanday yozilgan bo'lsa shunday o'qiramiz. A'taytuhu kitaban fatahtu shubbaka deya to'xtaymiz. Fatahtu shubbaka. Aktubu risalatan daima. Akalna khubzan لذيذا. علم معلمنا أسرارا كثيرا. Endi so'zlarimizning oxiri tamarbuta bilan tugagan bo'lsa, biz tamarbutani yumshoq h ga, sukunli yumshoq h ga almashtirib o'qiymiz. Bunda biz tamarbutani mana bu ikki nuqtasi va harakatni o'zgartiramizda, mana bu yerga bitta sukun qo'yib qo'yamiz. Shunda shahadtu Fatima bo'ladi. Shahadtu Fatima. Akhadha Mahmudun mistarah. Mistaratan bo'lsa, buni mistarah deymiz. Vaqf qoidasiga binoan mana bu tamarbutani yumshoq sukunlik h ga almashtirib o'qiymiz. Dakhalal ghurfa.
ishtaraytum al-miqlamah. Mana bu joyda bir qoida o'rgatib ketsam, arab tilida ketma-ket ikkita harf sukunlik kelmaydi. Agar ikkita harf ketma-ket sukunlik kelsa, hop, buni qanday o'qiladi? O'qishga qiyin. Ishtaraytum al-miqlamata. Mumkin bu ham, lekin buni mana bunday o'qigan afzal. Ishtaraytum mul miqlamata deb o'qigan yaxshi. Xuddi shunday holatlarda biz ishtaraytumul miqlamata deb o'qiymiz. Keyingisi zahaba Mahmudun ma'a sadiqihi ila al-maktabah. Zahaba Mahmudun ma'a sadiqihi ila al-maktabah. Demak, bugun sizlar bilan vaqf qoidasini o'rgandik. Vaqf qoidasi 3 xil etadi. Ya'ni biz gaplarda to'xtamoqchi bo'lsak, gaplarning oxirgi so'zini oxirgi harfini harakatiga qaraymiz. Oxirgi harfining harakati fatha yoki kasra bo'ladigan bo'lsa, biz uni sukunga aylantiramiz. Agar oxirdagi so'z tanvin fatha bilan tugagan bo'lsa, tanvin fatha bilan bo'lgan bo'lsa, tanvin fathada mana bunday alif ziyoda qilinadi. Mana bu tanvin fatha. Demak, tanvin fatha bilan tugagan bo'lsa, biz tanvinni o'zini yechib oladigan bo'ldik. Agar tamarbuta bilan tugagan bo'lsa, biz tamarbutani yumshoq h ga almashtirib talaffuz qiladigan bo'ldik. Uyga vazifa vaqf qoidasini biz sizga aytganimizdek uchala bosqichini aytib berasiz audio variantda. Keyin biz sizga o'qigani ma'lumot tashlaymiz, material tashlaymiz, uni bizga o'qib audio variantini jo'natishingiz kerak bo'ladi. Biz uni tekshirib sizga javobni aytamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.